Pechirdagi hayotimizda yana bir kunimiz boshlandi. 10 minut ertaroq kelgan ekanman, o'shaning uchun birpasgina xayol surib, qani edi mana shunaqa domlardan uyalsak deb niyat qildim-da, klient uyiga kirib oldim. Niyating yo'ldoshingdir ekan. Rivoyat qilishlaricha Iso alayhissalom mayitni tiriltirganlarida ixlosmandlari qatori shunday dushmanlari ham ko'paygan ekan. O'sha dushmanlardan biri menga ham duoni o'rgatib qo'ymay so'ragan ekan payg'ambarimizdan. Iso alayhissalom uni niyati nopokligini sezib o'rgatmagan ekan. U odam rosa yalinib, yolvoribdi, oxiri firibgarlikda ayblabdi payg'ambarni. Keyin Iso alayhissalom mayli shu noumid bo'lmasin deb duoni o'rgatgan ekanlar. Keyin u odam duoni o'rganib uyga qarab ketayotganda qarasa, bitta suyak yopgan ekan. Ishonmasdan, shu yolg'on o'rgatdi-yu deb keyin suyakka qaratib duoni o'qigan ekan, suyak katta sherga aylanib, o'sha odamni yeb yuborgan ekan. O'shaning uchun har doim to'g'ri niyat qilish kerak. Men esa shularni o'ylab, uyga kirib oldim, pishiradigan narsalarimni pishirdim. Qizim 5 ta dugonam keladi deganda 5 ta dugonasi 10 taga aylandi. Yaxshi hammasiga ovqat yetdi, to'rtam yetdi. Shunaqa qilib qizimni tabrikladik podarkani berib. Qarasam soat 8 bo'lib ketdi, bolalarda turgisi yo'q. O'shaning uchun hammasini uyga jo'natib yubordik. O'zimiz esa yana mehmon kutishda davom etdik. Bugun uydagilarim keladi, ayam, ukam mehmonga osh qildik. Erim go'sht to'g'rab berdi, men oshni suzib tashladim. Shunaqa qilib bugun oilaviy o'tirdik. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar.